Sakina. Muallif Shamsinur. Ruslan aka mashinada ketar ekan, bir ko'cha naridagi qo'shnisi Javlon xotinini yetaklab chiqib, tez yordam mashinasiga o'tkazayotganiga ko'zi tushdi. Kelinchak judayam ozib, rangi oqarib ketibdi. Qiziqish ustunlik qilsa-da indamay o'tib ketdi. Ammo kechda ovqatlanib o'tirishganda Amiradan so'radi. Amira, Javlonning xotiniga nima bo'lgan? Anig'ini bilmayman. Ammo kasali og'ir. Buyrakmi, jigarmi, xullas quriyapti deyishgan. Davolashga ko'p pul kerak ekan. Ular qiynalib qolgan. Tushunarli. Ruslan aka o'ylanib turdi va cho'ntagidan bir nechta AQSh dollari chiqarib Amiraga uzatdi. Yo'ling tushganda berib o'tarsan. Harna ukol dorisiga yordam bo'lar. Amira dadasi bergan pullarni ehtiyotlab cho'ntagiga soldi. U Ruslan akaning bunday oliyjanobligiga o'rganib qolgan. Chunki dadasi doimo muhtojlarga yordam ko'rsatib kelardi. Biror joyda davolatishibdimi? Javlon aka tinmaydi-ku. Ko'rsatgandir. Qachon qarama dorixonada ko'raman. Zoya buvi gapga aralashdi. Tepadagi Xudo biladi. Shu Mavludani fe'li ham yaxshi emas-da. Keliniga juda ko'p azob bergan deb eshitganman. Buvi, uyda o'tirsangiz ham hamma narsani bilasiz-e? Zoya buvi kulib qo'ydi. Mahalla gazetalari dugonalarim-ku. Hamid shu kunlarda to'y tashvishlari bilan ovvora. Onasi qayergadir borib kelgach, og'zi quloqida. Tinmay kulardi. Ha, oyi, buncha xursandsiz. Bugun zap ish bo'ldi. Bilasan, necha yildan beri Umraga boraman. To'ydan keyin boraman deb turkompaniyaga borgandim. Xullas, Solihaga o'sha turni egasidan sovchi bor. Hoji uka zo'r insonda, gaplari ma'noli. Solihani qachon ko'ribdi? Bugun bozorga borgandik. Qaytishda turfirmaga kirgandim. O'shanda ko'rgan. Hozir telefon qildi. Sovchi bo'lib kelmoqchi ham. Doniyor ekan aytmayapsizmi? O'shada Hamidning rangi o'zgardi. Oyi, nimalar deyapsiz? Uni xotini, bolalari bor-ku. Nima? Sen sunnatga qarshimisan? Payg'ambarimizni juda ko'p xotinlari bo'lgan. Musulmonchilikda 4 tagacha mumkin. U odam dinni tanigan, taqvodor. Singlingni baxtli qiladi. Ko'chadagi hezalaklardan emas u. Oyi, oilasi yo'q odam quriganmi? Yegani oldida, yemagani ortida bo'ladi. Nimasi yomon? Tag'in kunda Makkaga borsa yomonmi? Xolnisaning bu gaplari Hamidning yuziga tarsakidek tushib, uning ichidagi xudbinlikni junbushga keltirdi. U o'zi istagan har bir ishni erkakchilikka yo'yib, boshqalarni, ayniqsa mashhurani mazax qilishga o'rgangan edi. Ammo gap o'z singlisi, onasining tarbiya maktabida qo'g'irchoqdek o'sgan Soliha haqida ketganda, Hamidning qalbida g'alati bir og'riq va isyon uyg'ondi. Oyi, nimalar deyapsiz? Doniyor akaning yoshi nechida-yu, Soliha nechida? Hamid zarda bilan o'rnidan turib ketdi. U odamning katta qizi salkam Soliha bilan teng-ku. Qanday qilib uni ikkinchi xotinlikka bermoqchisiz? Xolnisaxon o'g'liga qarab qoshlarini chimirdi. Uning nazdida taqvo va boylik har qanday yosh orasidagi farqni yopib yuborardi. Hamidjon, tilingga ehtiyot bo'l, dedi hojiona qat'iyat bilan. Men qizimni ko'chaga tashlayotganim yo'q. U yerda Soliha malikalardek yashaydi. Ikkinchi xotin bo'lsa nima bo'pti? Asosiysi, boshida dindor eri bo'ladi. Sen o'z to'ying bilan ovvora bo'l. Solihaning taqdirini men hal qilaman. Soliha eshik ortida turib hammasini eshitib turardi. Uning ko'zlaridan yosh sizib chiqdi. Onasi uning fikrini hech qachon so'ramagan. Endi esa uni shunchaki taqvo niqobi ostida sotib yubormoqchi edi. Qiz o'zini chorasiz va keraksiz matohdek his qildi. Hamid xonasiga kirib eshikni zarb bilan yopdi. Uning miyasida onasining gaplari aks sado berardi.
ikkinchi xotin bo'lsa nima bo'pti? Qiziq. O'zi Mashhuraga ham shunday munosabatda emasmi? Nahotki taqdir uning qilmishlari uchun qasosni Soliha orqali olmoqchi bo'lsa? Ammo Hamidning vijdoni uyg'ongani yo'q edi. U shunchaki o'z singlisining Doniyordek yoshi katta, xotini bor odamga berilishni obro'siga to'g'ri kelmaydi deb hisoblardi. Oyi, nima deysan? Mushukdek erkalanmay gapir. Bugungi soqolli odamni aytdingizmi akamga? Sen hali gap o'yladingmi? Uyat emasmi? Seni shunday tarbiya qildimmi? Xolnisa qiziga tarsaki tortib yubordi. Soliha o'zi nimjongina emasmi? Gavdali onasini zarbidan o'tirib qoldi. Meni so'zimni ikki qilishni xayolingdan chiqarib tashla. Senga shuncha ilm beribman, o'qimabsan. Payg'ambarimiz alayhissalomga Oysha onamiz 6 yoshlarda nikohlanganlar. Oysha onamizdan ancha katta bo'lganlarni yaxshi bilasan. Nimaga bila turib yaxshi ishni buzyapsan? Solihaning yuzidagi achinishdan ko'ra qalbidagi og'riq kuchliroq edi. Onasining ilm niqobi ostidagi bunday munosabati qizning butun dunyosini ustun qilib yubordi. U yerda o'tirgancha titrayotgan qo'llarini yuziga bosdi. Xolnisaxon esa bunga e'tibor ham qilmadi. Oyi, axir u vaqtlarda boshqacha bo'lgan-ku. Solihaning ovozi arang chiqdi. Doniyor akaning xotini bor, bolalari bor. Meni u yerda nima kutyapti? Kim bo'laman u uyda? Xizmatkormi? Tilingni tey. Xolnisaxon yana bir bor o'shqirdi. Xizmatkor emish. Malika bo'lasan dedim-ku. U odamning uyida yeganing oldingda, yemaganing orqangda bo'ladi. Meni sharmanda qilsang, sendek qizim yo'q. Bor, xonangga kirdi, ertaga dasturxonga nima kerak ro'yxatini tuzib qo'y. Soliha xonasiga kirib eshikni ichkaridan qulfladi. Uning nazdida bu uy endi boshpana emas, balki temir panjarali qafas edi. U akasi Hamiddan najot kutib uning xonasi tomon bormoqchi ham bo'ldi. Lekin Hamidning ham o'z tashvishlari yetarli edi. Uni ham onasiga gapi o'tishiga shubhasi bor. Dadasidan-ku yordam so'ramasi ham bo'ladi. Amira pulni olgancha Mashhurani uyi tomon ketdi. Yetib borgach eshikni taqillatdi. Ichkaridan Mavluda opa chiqdi. Kel Amira, tinchlikmi? Assalomu alaykum. Haligi buni Javlon akaga olib kelgandim. Kelinoyimni dorilarga harna deb. Mavluda pulni ko'rib ko'zi o'ynab ketdi. Yaxshi qilibsan. Ayni kerak payt edi. Amira pulni uzatdi-yu ketishga chog'landi. Mayli xola, men tikuvchiga borishim kerak edi. Rahmat Amira. Mavluda opa uyga kirgach pulni sanadi. Anchagina ekan. Bu pulni birov bilishi shart emas. Erta-indin qizimni sarpolariga ishlataman. Bu kasalmand hali beri odam bo'lmaydi. Bekorga pul ketgani qoladi. U shunday degancha pulni berkitish uchun kirib ketdi. Mavluda opa pullarni sandiqning tagiga, eski matolar orasiga yashirarkan kulib qo'ydi. Uning uchun kelinining sog'ligidan ko'ra Mashhurani uzatib yuborish muhimroq edi. Baribir o'ladigan odamga pul xayf, deb pichirladi u vijdonini ovutib. Qizimning baxti ochilib turgan bo'lsa, sarposi kam bo'lmasin. Ichkari xonadan kelinining ingragan ovozi eshitildi. Oyi, suv bering. Juda chanqadim. Mavluda opa eshitmaganga oldi. Uning xayolida faqat Hamidning onasi keladigan kun va yangi sotib olinadigan matolar aylanardi. Kechki payt Hamid uyga qaytganida Xolnisaxon allaqachon dasturxon ro'yxatini tuzib, Solihaning qo'liga tutqazgan edi. U endi erta bilan pishirishga majbur. Qizning ko'zlari yig'idan qizarib ketgan, qo'llari titrardi. Mana, Hamidjon, ko'rib qo'y, dedi Xojona o'g'liga. Ertaga Doniyor hoji keladi. Hamma narsa oliy darajada bo'lsin. Sen ham uyda bo'l. Mehmonni kutib olasan. Oyi, men ertaga Amira bilan Fihidiyoga borishim kerak, dedi Hamid zarda bilan. Arizani boshqa kuni ham topshiraverasan. Xolnisaning ovozi asabiylashib chiqdi. Singlingning taqdiri hal bo'layapti. Bundan muhim ish bormi?
Dadam nima deyaptilar? Dadang nima derdi? Rozi bo'ladi-da. Shundoq kuyov uchraganidan keyin. Alohida kvartira olib beraman dedi. Mazza qilib yashaydi. Oyi, siz xato qilyapsiz. Hamid, aralashma. Doniyor hoji yomon odam emas. Singling shu odamni rozi qilsa, jannatiy bo'ladi. Bu odam qancha umraga boradiganlarga yordam qilganini bilasanmi? Xullas, gap tamom. Hamid asabiylashgancha o'rnidan turib ketdi. Singlisini javdirab turgan nigohlariga dosh bera olmadi. Soliha bir nuqtaga qaragancha jim qoldi. Hamid ortiga qaradi. Meni to'yim o'tguncha bu masalaga qaytmaymiz. Abdulhamid, men bilan bahslashma. Agar men aytgancha bo'lmasa, o'sha hojingizni borib bachog'ini chiqaraman. Meni bilasiz. Esingni yeb qo'yibsan sen bola. Hamid indamadi. Hozircha bu mavzuni to'xtatib tursa, keyin bir yechimini toparman deb o'yladi. Guli bugun o'rnidan turib biroz yumushlarga unadi. Tez charchab qoldi. Qaynonasining kunda qovoq uyushidan bezib ketganda. Kelinoyi, bekor turibsiz-da. Mashhura darrov yordamga shoshildi. Zerikdim. Biroz toza havoda o'tiring unda. Xo'p. Mashhura kelinoyisini kuldirgancha ishlarga unab ketdi. Guli siniqqina kulib qo'yardi. Bu orada Hamiddan qo'ng'iroq bo'ldi. Mashhura shoshib qoldi. Allo. Allo. Yaxshimisan? Sog'indim. Bugun ko'rishaylik. Haligi nimaga chaynalyapsan? Oyim ham uyda emasdilar. Men bahona izlayapman-de. Mayli, ko'rishni istamasang nima ham derdim. Hamid darrov aloqani uzdi. Mashhurani kayfiyati tushib ketdi. Mashhura tinchlikmi? Ha. O'xshamayapti. Kelinoyi, men bir joyga borib kelaman. Dugonam chaqiryapti. O'zingiz yolg'iz o'tira olasiz-a? Bemalol borib keling. Mashhura xonasiga kirib apil-tapil kiyinib, biroz upa ellik ham qilib oldi. Keyin ko'chaga otildi. Hamidga qayta qo'ng'iroq qildi. 3-marta qo'ng'iroq qilganda Hamidning sovuq ovozi eshitildi. Nima deysan? Men uydan chiqdim. Qayerda ko'rishamiz? Ko'risha olmasding-ku? Yo'lini topdim. Unda kvartiramga kel. Men ham hozir o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Mashhura o'zini nima kutishini bilsa ham, Hamidni xafa qilmaslik uchun kvartira tomon yo'l oldi. Solih ishdan qaytganida onasini yana yig'lab turganiga guvoh bo'ldi. Nima bo'ldi, oyi? Ukang bugun menga pichoq tiradi. Solih xo'rsinib qo'ydi. Vaziyat kundan kunga og'irlashib boryapti. Oyi, uni kasalxonaga yotqizmasam bo'lmaydi. Bu hol davom etaversa, kimnidir jarohatlab qo'yishi mumkin. Komila opa yig'ladi. Fotihasi o'tib to'yiga yaqin qolgan o'g'lini bu ahvolda ko'rish uni har kuni azoblaydi. Bolam, qanday qilib ukangni jinnixonaga yotqizamiz? Oyi, boshqa iloji yo'q. Men e'lon berganman. Ko'pchilik tajovuzkor deb ishga kelishni ortga suryapti. Komila opa indayolmay qoldi. Ayb o'zida. Kenjatoyini juda erkalatib o'stirdi. Sevganimni olaman dedi. Unashtirdi. To'yga yaqin qolganda avtohalokatda eri vafot etdi. O'sha mashinada Tohir ham bo'lgan. Uni ham o'ldi degan xabar qizga yetkazilgan. Tohir bo'lajak kelin bilan chegaradan o'tgan. Natijada qiz homilador bo'lgan. Bu xabardan shokka tushgan qiz sharmanda bo'lmay deb joniga qasd qilgan. Shundan beri Tohirning ruhiy holati izdan chiqqan. Ko'rsatmagan doktorlari, tabiblari qolmadi. Lekin u sog'aymadi. Undagi aybdorlik hissi ongini tark etmadi. Amira bugun nihoyat necha kunlik mehnati samarasi o'laroq tanlovda mutlaq g'olib bo'ldi. Davrada o'tirishgan ota-onasining quvonchini cheki yo'q. Ular qizi institutni bitirsa, magistraturada ham o'qitishni istashganda. Ammo qizi oilani tanladi. Na iloj. Kuyov qo'ysa o'qib olar. Tabriklayman qizim. Ruslan aka oppoq atirgullardan iborat buketni qiziga uzatdi. Qizining yutug'idan ham zo'r quvonch bormi bu dunyoda? Kimning qiziman axir? Sen bilan faxrlanaman qizim.
Buni nishonlamasak bo'lmaydi. Qani, hammamiz restoranga boramiz. Restoranda bayramona kayfiyat hukmron edi. Ruslan aka va Dinora opa qizining muvaffaqiyatidan sarmast. Kelajak haqida shirin rejalar tuzishardi. Adajon, oyijon, borligingizga shukr, dedi Amira ko'zlarida quvonch yoshi bilan. Sizlarning ishonchingiz men uchun eng katta mukofot. Biz hamisha sening tomoningdamiz, qizim, dedi Ruslan aka faxr bilan. Endi to'yingni ham mana shunday yuqori saviyada o'tkazamiz. Hamidjon ham telefon qilib tabriklagandir. Amira jilmayib qo'ydi, lekin ichida g'alati bir xavotir uyg'ondi. Hamid bugun bir necha bora qo'ng'iroq qildi, lekin Amira uchrashni ertaga qoldirganda. Ertaga oq ko'ylak tanlashlari kerak. Mashhura Hamidni kvartirasiga kirib kelar ekan, ich-ichidan hayajonda edi. Assalomu alaykum. Hamid sigareta chekkancha o'tirardi. Uni ko'rib sigaretani kuldonga bosib o'chirdi. Keli jonim, kuttirib qo'yding-ku. Mashhura Hamidni oldiga borib iymanibgina o'tirdi. Kundan kun sensiz turolmas holga kelyapman. To'ygacha ancha bor. Yaxshisi, shu yerda yashayveraylik. Hamid qizni sochlaridan siladi. Negadir bu sochlar Amiranikidek silliq, xushbo'y emas. Qandaydir dag'al va xuddi taralmagandek. Oyim, bilaman, bu gapim ahmoqona chiqdi. Ammo seni juda ham xohlayman, bilasan-ku. Hamid tezda maqsadga o'tdi. U hozir niyatiga yetib, keyin o'z yumushlarini hal qilish uchun ketishi kerak. Mashhuraning ovozi qaltiradi. Hali to'yimiz bo'lmadi-ku. Onangiz kasalxonada bo'lsalar, biz bu yerda... Bu gunoh emasmi? Buni oqibati nima bo'ladi? Hamid zaharxanda kuldi. Uning ko'zlarida istagi yo'lida qaytmasligini bildirgan o't yonardi. Gunoh? Dedi u qizning yuziga yaqin kelib. Sen meniki bo'lishni xohlarding-ku? Mana, imkoniyat. Agar hozir meni rad etsang, demak, menga ishonmaysan. Ishonmasang, demak o'rtamizda hech narsa yo'q. Bu birinchi martadek buncha noz qilasan. Oladiganimni olib bo'lganman. Yoki mendan boshqasi bormi? Men yoqmayotgan bo'lsam. Mashhura Hamidning bu gapi oldida lol qoldi. U Hamidni yo'qotishdan, onasining ta'na yo'dashnomlaridan, akasining g'azabidan qo'rqardi. Bu qo'rquv uning ifodasini falaj qilib qo'ydi. Hamid esa fursatdan foydalanib, qizni yanada mahkamroq bag'riga bosdi. Uning xayolida esa hamon Amira. Hozir ham qizni u deb tasavvur qilardi. Tohirning uyida qiyomat qo'pgan edi. Solih ukasining navbatdagi xurujini to'xtatishga urinardi. Men qotilman. Men uni o'ldirdim. U kutyapti. Qaranglar, u ana u yerda turibdi, deb baqirardi Tohir devorga qarab.